Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz bugun bitta obyektimizga keldik. Bu yerda elektromontajlarni oldin bomba o'zimiz montaj qilib, uстановка qilib berganmiz inshaalloh. Bu yerda ozgina ishlar qolgandi. Tashqarida svetlilarni uстановка qilsak inshaalloh yakunlanadi. Xo'p, birinchi svetlni o'rnaydigan joylarimizni belgilab olamiz. Akkuratni qilib inshaalloh tagga beton quyish maqsadida qo'ylab olamiz. Beton qancha ko'proq bo'lsa, svetlni mustahkam chiroyli o'rnaydi. Shuni hisobga olib akkuratni qilib qo'ylab olamiz. Simlarimiz cherif gofra orqali bo'ladi inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting. Inshaalloh shunaqangi foydali videolarni joylab boramiz sahifamizga. Obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.